Kankalar, korzinani yechdik, o'zinikini ko'ringlar qanaqa kuyib taom beradi. Hozir buni lepistokini yechib, yangi korzina bilan двойной qilamiz. Yangi diska spleni korzina. Buni hozir двойной qilamiz. Короче, buni mana bu lepistokni yechib, tagiga bunga qo'yamiz. Двойной bo'ladi. Mana bu yangi, mana bu eski. Qaranglar qanaqa kuygan. Taom bo'lgan. Ana akalar, lepistokni mana bu yerdan kesdik, orqadan kesib oldik. Bu mana bundan chiqadi. Chiqqandan keyin mana buni chiqarasizlar, mana. Buni qiyshaytirasizlar, bu lepistok chiqadi. Mana bu lepistokni endi buni ochib двойной qilamiz, ikkalasini. Keyin teramiz. Ana akalar, kesgan joyimizni boltiga qildik, teshikni katta qilib boltiga qilib qisdik. Ikkalasini qo'ydik. Двойной korзина bo'ldi. Buni kesamizda savka qilamiz. Keyin обязательно ikkitalik qilgandan keyin, ikkitalik bo'lgandan keyin shuni necha millimetr, 2,5 millimetr mana bu bo'lsaga qalinligi 2 millimetr maxavikni joyini tashit qildik. Bo'lmasam skovskiga kirmaydi. Hozir buni tashit qilamiz, savka qilamiz, qo'yamiz. Akalar, hozir terdik, hozir tekshiramiz, qani obratga qo'yib yuboradimi yo'qmi? Presta qilamiz, diskni qisamiz maxavikka. Qani hozir o'rtasidan qo'yamiz. Qanday bo'ladi? Qisamiz. Ko'rasizlarmi? O'zi qo'yib yubordim. Qani? Bo'ldi, qo'yib yubordim. Hozir bu boltni kesamiz. Keyin perxvatka qilamiz. Keyin teramiz. Böyle çotki. Korzinamiz двойной bo'ldi. Ana akalar, tayyor bo'ldi, baho beringlar. Buni qo'ydik. Двойной bo'ldi. İçini yangi qo'ydim. Usti o'ziniki заводской joymadi. Aytishlaringiz mumkin balansirovkachi deb. Hech nima qilmaydi, chunki men ko'rganman, BMW ga qo'yganlar 830 hech nima bo'lmagan. Qo'yib ko'ramiz. Eslicha aytaman keyin. Qanday chiqdi? Mana korzinani joyiga qo'ydik, yangi diska spleni bilan двойной lepistок.